Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, tamaxurluq bir xil nachar axloq o'sishi bilan bir odamning ruhiy va ish harakatida ifoda topsa, shu kishini jamiyatdagi eng nafis, eng xor yo'nalishga qarab ittiradi. Agar bir qavm, bir millat, bir el vujudida aks etsa, bu shu qavm, shu millatning o'zining isil axloq mezonlaridan olg'a besish nishonidan ayirib yo'qolishga yuzlanganligini tushundiradi. Agar bir qavm, bir millat tamaxurluq kesiliga mubtalo bo'lib, faloni millatdan, pokoni davlatdan yordam kutsa, yordam qo'lini uzatarmikin deb tama qilsa, o'zining qiyin masalalarini hal qilish berarmikin degan orzuda bo'lsa, bundaq millat o'zining nishonini yo'qotgan bo'ladi. Tilamchiga baqqan bag'ir toshning qarashlaridek sovuq muomalaga uchraydi.